Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Aziz. Bugungi videorolikimizda FIFA 23 da shtrafnoy tepishni o'rganamiz. Shtrafnoy challenge ham bo'ladi. Shtrafnoy tepish uchun agar kimdirlar bilmasa, qanaqa qilib buni qilish uchun mana eski bosamiz. Eski mana ham bosgan yilidan keyin nima narsa chiqadi. Ko'pinchilikda agar ko'pinchilikda mashnaqa trenirovka joyiga kirsa, kamera mana bunaqa bo'ladi. Va eski bosib, mana eski bosib, keyin kamera degan joy bor mana. Kamera. O'shani ustiga anaqa mishkani olib keltiramiz mana kamera. To'g'risi игровой protsess turadi. Игровой protsessni mana bu tarafiga bosamiz, ilita, mana просто mana bosib qo'yamiz mana. От третьего лица. Mana sizlarga yaxshi anaqa kimdirga yoqsa mana buyoqda o'ynayversa, kimdir yoqqan bu yoqda. Va varta bo'lishinglar uchun выбор сторон bosasizlar. Undan keyin mana bu yoqda ko'pinchilikda mana bu taraf turadi, klassika bu. Klassika. Kimdirlar klassikada emas, anaqa bilan mishka bilan o'ynaydi. Men klassikada o'ynayman. Va klassikani yonga qilasizlar, o'rtaga turadi. Undan keyin yana yonga qilasizlar, keyin yana eski bosasizlar. Bo'ldi, chiqdi. Mana varta. Bu varta. Endi mayli, biz o'zimiz anaqamizga qaytamiz. Buni keyingi rolikda ko'rsatamiz. Mana futbolistimiz bo'ldi. Endi yana eskini bosasizlar. Bosgan yildan so'ng mana mashhurda mana bor, shtrafnoy degan. Shtrafnoyga mishkalarni anaqa qilasizlar, qo'yasizlar, mana qo'ydim mishkamni. Bosasizlar, mana. Enterni bosasizlar, enter mana. Klavish, enter, mana bu. Va buni bosgan yildan keyin shtrafnoylarga keladi. Shtrafnoy saralash uchun mana bu bor. W ni bossanglar, ko'pinchilik buni V deydi. V ni bossanglar to'g'riga. Agar mana A ni bossanglar chapga, D ni bossanglar o'ngga, S bossanglar orqaga. Xo'p, mana hozir uramiz. Bashodan tepaylik deymiz. Mana shodan. Tepish uchun mana L harfini bosasizlar. Agar tepkeli kelmasa, probelni bossanglar yo'q bo'ladi shtrafnoy. L bosasizlar, mana tepadi mana. Va zarba yo'llaysizlar. Mana уже xavfli desa ham bo'ladi. Lekin 100% garantiya bermayman, gol bo'ladi. No, harakat qilib ko'rasizlar. Mana tepasida narsasi mana shuncha joy to'xtatish kerak va zarba yo'llaysizlar. Xavfli zarba. Mana hech qilib tashamanglar, faqat iltimos. Mana. Hop, mana shu qo'yishingiz kerak va zarba. Ana. Mana shunaqa zarba yo'llaydi. Mana bu glavniysi bu sila, mana bu bo'lish kerak sila. Ozgina bo'lsa, ko'proq ehtimoli bilan gol bo'ladi. Bizda gol bo'lardi agar kurta qaytaryapti, mana. Mana kamroq, bu sal ko'proq bo'ladi shtrafnoyga. Ana gol. Xullas, bu shtrafnoy tepish uchun men aytgandek kraslar xohlasanglar mana buni o'zgartirishinglar mumkin, yo'llashini. Mana har xil harflarni bosasizlar. 2 ni bossanglar pastga qilsanglar bu tepaga ko'tariladi. 8 ni bossanglar pastga tushadi. 2 ni tepaga chiqaradi. Mana. Va shunaqa qilib zarba yo'llasanglar bo'ladi. Bu hozir pastdan yo'lladim men. Xullas, men gapirmoqchimanki, agar kuchni zarbani sekinroq qilsanglar, ko'proq ehtimoli bilan gol bo'ladi. Mana hozir kuchini ko'proq qilamiz, mana. Bash ko'proq-da, qaranglar. Ana. Bu tepaga uchib ketyapti. Bu yerda hatto gol bo'lmasa ham, vartaga xavfli kelyapti mana. Yana udar qildim. Mana. Men aytganimdek, kuchni kamroq qilsanglar, ko'proq ehtimoli bilan gol bo'ladi. Buni o'zi aytdim mana. Kuch kamroq, bu ham ko'proq sal qoldim mana. Kurtosh qaytaryapti. Iltimos shogi tepasli mana. Kuchni kam qilib, zarba va shtanga.
Xullas, aytmoqchimanki, kuchukkamroq qilishinglar kerak. Mana gol. Kuchukkamroq, qancha kuchukkamroq bo'lsa, shuncha ko'proq foiz bilan gol bo'lish bor. Buni tushundinglar mana. Aytaman, kuchukkamroq qolma, golga tiqib yotibman. Kuchukkamroq qolma. Sizlar xohlasanglar, mana bu yoqdan Messi ko'pincha bu yoqdan tepa oladi. Va mana shu yoqdan tepib ko'ramiz mana. Kuchukkamroq. Bu kuchugi o'zdarroq mayli. Mana Kurtuva yana qaytaryapti. Bu Kurtuvada mana kuchukkamroq yana zarba. Danga. Xullas, tushundinglar qanaqa tepishni shtrafnoyni. Mana Kurtuva yana qaytaryapti. Mana kuchukkamroq qilasizlar va zarba. Kurtuva qaytar. Xullas, aytmoqchimanki, qancha kuchukkamroq qilasizlar, ko'proq ehtimoli bilan gol bo'ladi. Buni tushundinglar, hammanglar tushundinglar deb o'ylayman. Obuna va like qo'yish esingizdan chiqmasin. Hammaga xayr, sizlar bilan Mer Aziz.